salafiylar siyosiy partiya. Salafiylar ular ham shu kofirlarni qonunlari orqali hukumatga kelamiz degan bir botil toifa. Bu Moturidiy Ash'ariylar zotan tog'utga xizmat qiladigan xizmatkorlari. Bir-biriga ham aloqasi yo'q, kelisha olmaydi. Islomga esa umuman aloqasi yo'q. Ular zotan hozir mana davlat tiklab turibdi-ku Moturidiy Ash'ariylar. Shu demokratik davlat bularni o'zi orzu qilgan davlati shu. Hizbiylarniki esa bundan boshqacharoq bo'ladi. Ularniki ham bir o'tgan-ku tarixda o'rnagi. Mursi degan Misrda davlatni boshiga kelgan-ku, bir qisqa muddat boshqargan, keyin ag'darib tashlashgan. Bu ham shunaqa demokratik davlat. Faqat shu hizbiylarni boshqaruvi ostida bo'ladi xolos. Uslub jihatdan biroz farqi bor, lekin u ham bir xil demokratik kufriy davlat. Haq islom uzra birlashgan sof jamiyat va bitta ustidagi o'zlaridan bo'lgan musulmon rahbar bilan islomiy jamiyat bo'lib yashashadi deb hozirgina aytdim-ku. Shunaqa yashashganmi avvalda ham? Bizdan oldingilar, bizdan afzallar yo biror bir sahobiylar alohida jamoat qurib olishganmi? Hizbut Tahrir salafiy, hanafiy qilib. Yo Rasul alayhissalomni o'zlarini yashagan davrlari sof islom asosida birlashib islomiy jamiyat qurishgan. Rasul alayhissalomni o'zlari shu birinchi rahbar bo'lganlar. U kishidan keyin Abu Bakr, u kishidan keyin Umar va hokazo. Shunaqa bo'lib yashashgan sof islomiy jamiyat. Endi sizga o'xshagan bir g'alamis yolg'onchilar kelib, Moturidiy bo'lsin, Ash'ariy bo'lsin, bugungi kundagi endi avvallarida boshqacharoq bo'lgan. Musaylamatul Kazzob bo'lgan, Abu Jahl bo'lgan, Abu Lahab bo'lgan. Nimaga ota bobolarimizni yo'liga ergashmayapsan? Alohida yo'l qurib olding. Bittagina bo'lib olding, o'ntagina bo'lib olding, ozgina bo'lib turib ko'pchilikka qarshi chiqyapsan. Ming yillardan beri kelayotgan ota bobolarimizni yo'liga qarshi chiqyapsan. Kechagina chiqib olding, majnunsan, adashgansan, yomonsan deb sizga o'xshab tavqi-la'natlarni qilishdi. Lekin shu ozchilik jamoatga Alloh subhanahu va taolo barokat berib, yer yuziga Allohning dinini hokim va qoyim qilishdi. Allohning fazl marhamati bilan. Bugungi kundagi musulmonlarda ham albatta shunday bo'ladi. Allohning va'dasi haq.